Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning arzandi o'g'li Adam Qodirov jiddiy avtohalokatga uchrab, shoshilinch ravishda Moskvaga yuborildi. Manbalarga ko'ra, yo'l transport hodisasi kecha 16-yanvar kuni Grozniy shahridagi ko'chalardan birida sodir bo'lgan. Shundan so'ng Adam Qodirov og'ir ahvolda va hushsiz holatda shifoxonaga yetkazilgan. U Grozniydagi Respublika shifoxonasida reanimatsiya qilinib, so'ng Favqulodda vaziyatlar vazirligining samolyotida Moskva shahriga olib ketilgan. 18 yoshli Adam Qodirov avtokortejda yo'lboshchi bo'lgan va juda yuqori tezlikda harakatlangan. Avariya vaqtida mashinalar bir-biriga urila boshlagan. Oqibatda ko'plab odamlar jabrlangan. Halokatdan keyin Grozniy shahrini yopib qo'yishgan. Xususan, Qodirov olib borilgan shifoxona yo'llarida tirbandlik yuzaga kelgan. Shuningdek, dastlab ijtimoiy tarmoqlarda Qodirov avtohalokatga uchragan mashinada chechen aralash yakkakurash jangchisi Hamzat Chimayev ham bo'lgani va u hodisa oqibatida vafot etgani haqida mish-mishlar tarqalgandi. Biroq hukumatga yaqin jamoat sahifalari UFC jangchisi Hamzat Chimayevning vafot etgani haqidagi xabarlarni rad etgan. Ularning bildirishicha, 31 yoshli sportchi ayni paytda Dubay shahrida. Ma'lumot uchun, Adam Qodirov Checheniston rahbarining eng ko'p muhokama qilinadigan farzandlaridan biri hisoblanadi. U hozirda Respublika xavfsizlik kengashi kotibi, Checheniston rahbari xavfsizlik xizmati rahbari, Checheniston ichki ishlar vazirligi kuratori hamda G'azo sektoriga insonparvarlik yordami ko'rsatish fondi koordinatori lavozimlarida ishlaydi. Bundan tashqari, Ramzan Qodirov kenja farzandini Checheniston qahramoni unvoni va Qodirov ordeni bilan taqdirlagan. Shuningdek, Checheniston himoyachisi va Ahmad Hoji Qodirov xotirasi medallariga munosib ko'rilgan. 2023-yili Adam Qodirov tergov izolyatorida Qur'onni yoqib yuborgani uchun hibsga olingan 19 yoshli yigitni kaltaklab, omma e'tiboriga tushgandi. Shuningdek, arzandi o'g'il o'zining to'yida $1 million qo'l soati bilan ko'rinish berib, muhokamalarga sabab bo'lgandi. Shuni alohida ta'kidlash kerak, ayni paytda yuqoridagi avtohalokat yuzasidan Checheniston hukumati tomonidan rasmiy ma'lumotlar berilmagan.